Til istig'for aytsa, lekin qalb gunohda o'jarlik qilib turgan bo'lsa, bu Robbisini masxara qilayotgan odam bo'lib qoladi, Alloh saqlasin. U quruq til bilan istig'for aytib qo'ysalar, shu 20 ta foyda bor ekan bo'lsa, arzon bo'ladi unda. Faqat til bilan aytib qo'yiladigan bo'lsa, asosiy narsa qalb. Til astag'firulloh deyolmayotgan bo'lsa ham, ko'zi gunohni ko'rganda olib qochdimi? Demak, astag'firulloh deyapti. Tasbihni o'girib yurgan bilan g'iybatda gapirayotgan bo'lsa, tasbihni o'girib turib ko'zi bilan zino qilayotgan bo'lsa, bu tasbihni nimaga ushlaydi? Shu zikr esimdan chiqib qolmasin deb turib, subhanalloh deb turib, ko'zini olib qochyaptimi? Foydasi bor. Istig'for bizni eng foydali davoimiz. Gunoh va xatolardan tozalovchi eng samarali dori-darmonimiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizdan bizlarni istig'forga buyurganlar. Aytganlarki: "Ya yuhannas, istagfirulloha va tubu ilayhi, fa inni astagfirulloha va atubu ilayhi fil yawmi 100 marra." Ey odamlar, deydi Rasululloh, Allohga istig'for aytinglar, unga tavba qilinglar. Albatta men bir kunda 100 marta istig'for aytaman. Rasulullohning avvali oxirgi gunohlari kechirilgan. Nima uchun istig'for aytyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p? Ummatlarimga sunnat bo'lsin.